kumushkonligi garaj qismiga ham kafil qilib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Niyam bichning bo'lib chiqqan. Svetsekan, yo'qsanglar hammaqa patalo bilan, pollar bilan ularni svetgansa boshqacha-yu. Ko'rsanglar bo'ladi. Poliga to'q keramikdan qilib berganmiz. Devoriga ochiq kafil, bu yoqda ramkalarini ham to'g'ri gal bilan ajratib berganmiz. Devorlar ko'rsanglar bo'ladi. Shirshaviy kafil qilib berganmiz. Hammaga shunaqa chiroyli uchastka dachalar nasib qilsin. Ya'ni ko'chadan kirib kelish, svetini yoqib ko'rsatib beramiz. Lekin dizayn boshqacha bo'lib chiqqan. Bu yoqda darvozasini ham avtomat darvoza qo'yilgan. Sekin bu yoqqa 4-5 ta mashina taxlab qo'yib, uyga kirib ketsa bo'ladi. Videoni qurilish qilayotgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin, qiziqarli ma'lumotlarni berib boramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.